Mani qo'shdim, mani ofsinim. Va buni eng katta plusi bolamni tashlab o'z ishlarim bilan ketishim mumkin. Masalan, bugun biz oilamiz bilan Ovsinjonlarnikiga tushdik. Kelib, bolani Ovsinjonga topshirib, завтрак tayyorladim. Keyin esa narsalarimni olib, maskalarimni taqib, обязательно maska taqib yuribman. Havoni o'zinglar bilasizlar. Yo'lga chiqdim. Kesrivadan 10 oy o'tgandan keyin mana men sportga boshladim. O'zi uyda dieta qilib 10 kiloga ozgan edim. Endi o'zim chiroyli figura qilmoqchiman. Sportdan keyin обязательно protein ichib olaman va darrov uyga qaytaman. Ovsinimni uyga kelganimda ular hammaligi choyni ichib olgan bo'lishadi. Men esa tezda kuxnyalarini yig'ishtirib beraman. Ovsinjonim bolamga qaragani uchun yig'ishtirishga yoki ovqat qilishga ulgurmaydi. O'shaning uchun men har safar ovqatlab pishirib, yig'ishtirib ketishga harakat qilaman. Ovsinjonimning eng yoqtirgan terapiyasi bu qahva ichish. Kelganimda bolamni uxlatib qo'ygan ekan va bolam uxlayotgan paytda Ovsinjonimga bitta qahva qilib beraman dedim. Kofeni men shunaqa usulda qilaman. 1 qoshiq kofe, 2 qoshiq shakar va ozgina kipitok qo'shaman. Keyin esa kappuchinatorda shunaqa vizillatib aylantirib olaman. Keyin esa ustiga isitilgan sut qo'shaman. Kafeniyadagi kofelarga o'xshab zo'r bo'lib chiqadi. Afsuski o'zim icha olmayman. Yoniga esa tort bilan shokolad qo'yib, Ovsinjonimga olib borib berdim. Siz esa ovsingiz bilan qo'shni bo'lishni xohlarmidingiz? Yoki o'zi ovsingiz bilan birga yashaysiz? Kommentariyda o'z fikringizni qoldirib, menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.